Hech qaysi avtobloger sizga bermagan va bera olmaydigan maslahatni sizga yozib beraman. Video oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Qanday qilib motoringizni zudlik bilan buzib tashlash yo'li bor. Birinchisi, sifatsiz benzinni solib, chirillatib bosaverasiz. Buni oqibatida Porsche'ning sinib, gilzalanishini chizib, motoringiz pishadi. Ikkinchi o'rinda sifatsiz moy. Sifatsiz moy solib yurganingizda detallarning ishqalanish jarayoni yuqorilashib ketadi. Kolenval Porsche'larni tezroq stuk berib motoringiz uxlashiga sabab bo'ladi. Uchinchi o'rinda moshinaning sovish tizimiga umuman e'tibor qaratmang. Antifrizsiz kamayib ketsa ham dabobga qilmang. Ventilatoringiz ishlamay qolsa ham e'tibor qilmang. Radiatoringiz teshilib qolsa ham umuman e'tibor qilmang va buning natijasida motoringiz qizib, kapital remont qilishingizga sabab bo'ladi. To'rtinchisi sifatsiz filtr. Воздушный filtr va moy filtrining eng sifatsizini, eng arzonini qo'yib, umuman almashtirmasdan yuravering va buning natijasida chang, musorlar, shlaglar yig'ilib, strushkalar yig'ilib, motoringiz tezroq uxlashiga sabab bo'ladi. Agar motoringizni tezroq tugashini xohlasangiz, mana shu aytganlarimni qilasiz. Agarda uzoqroq minishni xohlasangiz, aytganlarimning teskarisini qilasiz, hayotingiz go'zallashib boradi. Profilimga obuna bosib qo'ying. Bundan ham qiziq ma'lumotlarni berib o'taman.